Ranieri Shomurodovning o'yinidan qoniqdimi? Mutaxassis javob berdi. Roma bosh murabbiyi Claudio Ranieri jamoaning Verona ustidan 1-0 hisobida qozongan g'alabasidan so'ng o'yin va bir necha futbolchilarga baho berib o'tdi. Murabbiy futbolchilarning fidokorona harakatlarini alohida e'tirof etdi va Chempionlar Ligasi yo'lidagi kurashda mutaxassislar qo'llovining ahamiyatiga to'xtaldi. O'yinni qanday tasavvur qilgan bo'lsak, shunday og'ir kechdi. Raqibda juda tezkor va birga birda usta ikki hujumchi bor. Biz g'alabani Sulening aniq harakatlari va Kristantening ajoyib uzatmasi orqali qo'lga kiritdik. Shomurodov ham yaxshi o'ynadi. Yigitlar azob. Chempionlar Ligasi haqida orzu bor, lekin bunga erishish uchun harakat kerak. Bu oson yurish bo'lmaydi. Yil boshida chempionatni yomon boshladik, lekin uni chiroyli yakunlash niyatidamiz. Yangi murabbiyga jamoani shakllantirish uchun vaqt berish kerak. Men bilan yana bir yil qolish bu bekor ketgan yil bo'ladi. O'zimni chetga olishim to'g'ri bo'ladi. Mening ishim tugadi. Qaytganimning o'zi ham katta gap, deya ta'rif berib o'tdi italiyalik murabbiy. Shomurodov o'yindan so'ng Chempionlar Ligasiga chiqishni juda xohlaymiz. O'zbekiston terma jamoasi va Roma hujumchisi hisoblangan Eldor Shomurodov Verona ustidan qozonilgan 1-0 hisobidagi g'alabadan so'ng o'yinga doir fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Eldorning yagona goli rimliklarga muhim 3 ochkoni taqdim etdi va Chempionlar Ligasi yo'llanmasiga bir qadam yaqinlashtirdi. Biz Chempionlar Ligasi yo'llanmasini qo'lga kiritishni juda xohlaymiz va bunga erishish uchun har bir o'yinda g'alaba qozonishimiz kerak. Murabbiy bu oson yo'l bo'lmasligini aytgandir, lekin biz uddaladik. Bunda muxlislarning roli katta bo'ladi. Ular stadionda ajoyib muhit yaratishdi. Ular bizga juda katta yordam berishmoqda, deya ta'rif berib o'tdi milliy terma jamoamiz a'zosi. Ma'lumot o'rnida 29 yoshli forvardimiz joriy mavsum 32 ta bellashuvda ishtirok etib, 7 ta gol va 2 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan.